Qashqadaryoda iste'molchi foydasiga salkam 157 million so'm. Buxoroda esa iste'molchi manfaatlari sudda himoya qilinib, javobgardan 70 million so'm undirildi. Farg'onada 45 million so'm moddiy va ma'naviy zararlar sud orqali iste'molchi foydasiga undirildi. Surxondaryoda mahsulot nuqsonligi sabab iste'molchining 20 million so'mdan ziyod pul mablag'i qaytarildi. Andijonda 2 million 300 ming so'm qarzdorlik asossiz ekani aniqlanib, iste'molchi pullari qaytarildi. Namanganda onlayn savdodan xarid qilingan telefon nuqsonli chiqqanligi sababli shartnoma bekor qilindi. Samarqandda aholining iste'mol madaniyatini yuksaltirishga qaratilgan turkum tadbirlar o'tkazildi. Toshkent viloyatida yetib kelmagan mahsulot uchun to'lovlar qaytarildi. Men yosh iste'molchiman. Insholar tanlovining dastlabki bosqichlari qizg'in kechdi. Batafsil ma'lumotlarni iste'mol.uz veb-saytimiz hamda ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali kuzatib boring.